Uy sotish bo'yicha dunyo rekordini o'rnatgan Dubaydagi proyektning ikkinchi bosqichi Damak Islands 2. 24 soat ichida 3100 ta uy sotib, jami 2 milliard 700 million dollar qiymatga teng savdolarni amalga oshirgan proyektning ikkinchi bosqichi. Tasavvur qilyapsizlarmi o'rtoqlar? Tasavvur qilishingiz oson bo'lishi uchun bu yerda eng arzon uylarning narxi 800 ming dollardan. Bunaqa katta proyektni amalga oshirish uchun qanaqa duh kerak, bilasizlar? Bu yerda uylar hali bitmasdan turib narx ko'tarilib ketgan. Sababi talab juda ham yuqori. Va bu ikkinchi bosqichida yana ham tezroq sotilib, rekord yangilanishi mumkin. Sababi bu yerda uylarning soni kam, ya'ni 2,5 mingta uy bir vaqtda qurilyapti. Agar siz savdolar ochilishidan oldin otni qamchilab, bron qilish uchun pul qo'yadigan bo'lsangiz, siz ham qisqa muddatda katta foyda qilib olishingiz mumkin. Buning uchun hoziroq bizga murojaat qiling. Ushbu proyekt haqida sizga to'liq batafsil ma'lumot beramiz.